Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi seminar darsimiz ijtimoiylashuv omillari va vositalari haqida bo'ladi. Bugungi darsimizni hozir ozgina shu mavzu bo'yicha tushunchalar berishdan boshlaymiz. Endi umuman aytganda ijtimoiylashuv sifatida ko'rsatilgandek shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'ziga xos xususiyatlarini va qobiliyatini egallashi, ijtimoiy rol va norma ularni qabul qilishda hamda jamiyatga moslashishda bilan bog'liq bo'ladi. Bu jarayonda shaxsning tug'ilishidan boshlab o'limigacha davom etadi endi va uning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bizlar ham hozirgi paytda bizda ijtimoiylashuv prosessi bo'lyapti, hali davom etyapti. Endi ijtimoiylashuv asosiy tushunchalarga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi ijtimoiylashuv, ijtimoiy rol, ijtimoiy norma. Endi shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida jamiyatda norma va qadriyatlarning o'zlashtirilishi hamda ularga moslashishi. Bu yerda ijtimoiylashuv. Endi roli shaxs tomonidan ijtimoiy guruhlarda bajariladigan vazifa va xatti-harakatlar to'plami. Bundan keyin norma jamiyat tomonidan belgilangan xatti-harakatlar standartlari va qoidalari. Bizlar hozirgi paytda masalan hamma joyda shu normalarga amal qilamiz. Endi shu normalarga amal qilmagan masalan odamlar bo'ladi, shaxslar. Ular shu normani buzayotgan bo'ladi. Ijtimoiylashuv jarayoni bosqichlari. Endi biz ijtimoiylashuv jarayoni bu bolalik masalan birinchisi oila va maktab orqali asosiy ijtimoiy norma va qadriyatlarni o'zlashtiradi. Masalan biz bolalikda bolalar bog'chasi bolalar birinchi oilada ijtimoiy normalarni o'rganamiz. Masalan, dasturxon atrofida o'tirish, kattalarga salom berish, undan keyin bog'cha va maktabda ijtimoiy normalar, ijtimoiylashuv prosessi bo'ladi. Undan keyin yoshlik, o'z identifikatsiyani shakllantirish, guruhlarga qo'shish, ijtimoiy rol va vazifalarni o'zlashtirish yoshlikda. Ijtimoiy normalarga kiramiz. Undan keyin yangi yetuklik davri. Bu yerda kasb tanlash, oila qurish, ijtimoiy mas'uliyatni qabul qilish boshlanadi. Undan keyin keksalik, ijtimoiy faoliyatni saqlash, oila va jamiyat bilan aloqalarni rivojlantirish bo'ladi. Bu yerda keyingi. Endi oilaviy ijtimoiylashuvning o'rni va ahamiyati. Bu yerga keladigan bo'lsak, dastlabki ijtimoiylashuv. Oila shaxsning birinchi ijtimoiy guruhi. Bu yerda ijtimoiy guruhga keladigan bo'lsak, oila bu yerda birinchi guruh bo'ladi. Undan keyin qadriyatlarni shakllantirish. Oila shaxsning axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Endi shaxsning rivojlanishi. Oila shaxsning ijtimoiy rol vazifalarini o'zlashtirishga ta'sir qiladi. Keyin oilaviy muhit bilan oilaviy muhit psixologik va ijtimoiy salomatlikka ta'sir qiladi. Endi ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiylashuvning o'rni. Bu yerda birinchi ta'lim jarayonida shaxsning bilim va ko'nikmalari rivojlanishiga yo'naltirilgan. Undan keyin tarbiya jarayonida shaxsning axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishi. Undan keyin ijtimoiy moslashuv, bu yerda ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsning jamiyatga moslashishini ta'minlaydi. Undan keyin ijtimoiy faollik. Bu yerda shaxsning ijtimoiy faollik va mas'uliyatni qabul qilishga yordam beradi. Endi kasb-hunar tanlashda ijtimoiylashuv jarayonida ijtimoiylashuv. Bu yerda qiziqishlar birinchi kasb tanlaganda qiziqishlarga qaraladi, shaxsning qiziqishlari, istaklari. Undan keyin qobiliyat, shu kasbga moyilligi, ishlay olishi, qobiliyati. Undan keyin imkoniyatlar, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarni kasb tanlashda. Undan keyin moslashuv, shu kasb-hunar tanlashda shaxsning jamiyatga moslashishiga ta'sir qiladi. Endi yoshlarning ijtimoiylashuv xususiyatlari va muammolar. Birinchisi o'z identifikatsiyasini shakllantirish. Yoshlar o'zlarining kimligini aniqlashga harakat qiladi. Undan keyin mustaqillik, ozodlikka intilish. Yoshlar o'zlarini mustaqil his qilishni xohlaydi. Hamma o'zi shu yosh paytda shunday bo'ladi. Endi guruhlarga qo'shish va tengdoshlarning ta'siri. Bu yerda yoshlar tengdoshlarning fikr munosabatlari ta'sirida bo'ladi. Bu bir kasbni elayman deb tursa, yosh bu kasbdan nima qilasan, u nimasi qiyin, desa shu payt bular ta'sirida bo'ladi.
Bundan keyin keksalarning ijtimoiylashuvi bu yerda muammolar va yechimlar. Birinchi masalan izolyatsiya. Keksalar ko'pincha jamiyatdan ajralib qoladi. Jamiyatdan qari nima deb ish bermaydi nima qiladi, shu yer bo'ladi. Keyin moliyaviy qiyinchiliklar. Keksalar ko'pincha moliyaviy qiyinchiliklardan aziyat chekadi. Masalan, ularda pensiya oldin oylikka ishlagan bo'lsa, keyin pensiya ham kamayib qoladi. Endi bizlarda unaqa emasda, ko'p endi rivojlangan davlatlarda masalan u oila a'zolari ularni tashlab ketadi, masalan. O'zlari bir o'zi yashaydi, shu nimalar muammolar bor. Hozirgi paytda u muammolar bizlarga kirib kelyapti. Asta-asta. Globallashuv davrida shu masalan oldinlari televizorda ko'rgan narsalarning hammasi ijtimoiy hayotimizga bizlarga kirib kelyapti. Undan keyin salomatlik muammolari, keksalar ko'pincha salomatlik muammolari bilan kurashadi. Yoshlikda ishlagan nimalari hammasi qarigan payt, keksalik paytida ularda nima qiladi? Shu nimalar salomatlikda muammolar paydo bo'lib boshlaydi. Endi umuman ijtimoiylashuv omillari va vositalari. Birinchisi oila, masalan, oilaning ijtimoiylashuv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Undan keyin ta'lim, oiladan keyin ta'lim, uni bilim va ko'nikmalar rivojlanishga yordam beradi. Ommaviy axborot vositalari, masalan, bular bizlarga ijtimoiylashishga katta yordam beradi. Shaxsning ijtimoiy va qadriyatini shakllantirishga ta'sir qiladi. Undan keyin jamiyat. Jamiyat deganda ijtimoiy rol va vazifalar o'zlashtirishga ta'sir qiladi. Endi bu yerda hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarning roli ham katta, bizlarning ijtimoiy hayotimizga. Endi xulosa va takliflarga keladigan bo'lsak, ijtimoiylashuv jarayoni shaxsning jamiyatga moslashishi va rivojlanishi uchun muhim. Ijtimoiylashuv omillari va vositalarini shaxsning ijtimoiy hayotda muomalasiga yordam beradi. Endi qisqacha shu, endi hozir oldingizga nima berilgan, plakat berilgan va javoblar varaqasi bo'ladi-da, mana list. Shunga hozir savollar beriladi, shunga guruhingiz bilan o'zlaringiz birgalikda savollarga javob topamiz, muammo yechim topamiz-da. Endi birinchi muammosini o'rganamiz birinchini. Endi sizlar yaxshilab eshitib oling. Bir qishloq aholisi ijtimoiylashuv jarayonida mahalliy madaniy urf-odatlarni saqlab qolish kerakda, o'zining madaniyatini, nimasini va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Masalan, o'zining identifikatsiyasi bor, bir qishloqda madaniy urf-odatlarni saqlab qolish kerakda. Shuning evaziga masalan, zamonaviy texnologiyalarni shu bilan birgalikda joriy etish kerak. Joriy etish kerak degani bu yerda ijtimoiy tarmoqlarning ta'sirini nimasini ko'ramizda. Shu saqlab qolsa bo'ladimi? Shunga siz hozir muammoga yechim topamizda, qanday qilib saqlab qolsa bo'ladi shuni. Masalan, qanday ijtimoiylashuv omillari ushbu muammoni hal etishga yordam beradi? Sizlar o'zlaringizni fikrlaringizni yozamiz. Va qanday vositalardan foydalanish mumkin bu yerda? Qanday vositalardan foydalangan holda shu muammoni yechamiz? Hozir sizlarga 3 minut vaqt beramiz, birgalikda nima qilamiz? Birinchi vazifada o'zingizni fikrlaringizni yozing. Demak, qadriyatlarimizni zamon bilan qadrlash qilib, aslo bir qishloq misolida, bir qishloq misolida o'zining madaniyatini, urf-odatlarini saqlab qolish kerak. lekin zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda qiyinchiliklarga uchrayapti-da, shu. Saqlab qolish kerak. Hadi ko'rikdi. Masalan, to'y marosimlari oldin ixcham nima o'tadi? Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan telefonlardan nimalarni ko'rdi? Siz uyda limuzin kerak deydi-da. Yana birasa to'yxonaga borib to'y beramiz deydi. Shunday misolda muammolarni avval monitorda ko'rsatib kerak. Endi shuni masalan shuni hal etishda qanday siz nima bera olasizda? O'zingizni tavsiyangizni bera olasiz.
muammoga yechim topasizlar. Yaxshi, bunda sizlarga aktual masalalarga o'tamizda. Sizlarga aktual bo'ladiganda. Endi ikki guruhga bo'linib qo'ya. Sizlar ijtimoiy tarmoqlarda qarshi fikr berasiz. Ijtimoiy tarmoqlarga qarshi. Siz ijobiy fikr berasiz. Hali bir-biridan aytib chiqamiz sразу. İctimai tarmoq haqida. İctimai tarmoq asosida o'qiyman-da. İctimai tarmoqlar, ijtimoiylashuvni kuchaytiradi deb hisoblaysizlar sizlar. İctimai tarmoqlar ijtimoiylashuvni kuchaytiradi. Shular siz misol keltirasiz, qanday kuchaytiradi? Yozma og'zaki. Endi sizlar ijtimoiy tarmoqlar aksincha ijtimoiylashuv jarayon susayishtirishadi deb fikr bildirasiz. Ama salbiy tomondan. Masalan, bu yoq bir fikr aytsa, siz shunga qarshi fikr aytasiz. Masalan, bu yoqda fikriga qo'shiladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar bizlarga yordam beradi. Tez gaplashamiz, nima qilamiz, yaqinimizni, uzog'imizni yaqin qiladi masalan. Telefon qilib yurmaymiz deydi. Endi sizlar aytasiz, ijtimoiylashuv prosesida qanday muammo bor? İctimaileşme prosesinde. Masalan, do'stlarning bo'lmasligi, masalan, haqiqiy do'stlik bo'lmasligi. Fakat telefonda avaralık olur. Keyin yoshlar bo'lsa, muloqotlarni chalg'itish. Telefonga qiziqaman dedi. Oldu. Birinchi misol yozgan bo'lsangiz shu jarayonda aytib ketaveramiz, bir-birimizni fikrimizni bilinglar. Bo'ldimi? Tak, boshladik bunda. Ne ayting, siz bir fikr ayting. Ya'ni siz ijtimoiylashuvga yordam beradi degan. İctimai tarmoqlar ijtimoiylashuvda keng bizlarga yordam beradi. Uzoqdagi yaqinimizni telefon orqali ko'ramiz. Ularni sog'ayganimizda ota-onamizdan borib ko'ra olmasak, videocha tarqab ko'rishimiz mumkin. Aha, bo'ldi. Endi bo'ldi. Bir fikr ayting. Endi sizlar ayting. Aha. Telefonda ota-onamizdan borib telefon bo'lmaganda uni borib yuzma-yuz ko'rib suhbatlashardik. Ammo hozir internet tarmoqlar axborot texnologiyalari rivojlangani uchun bir xil so'rab qo'ysak bo'ldi ota-onamizdan. Endi ularga qarshi Bo'ldi. Endi sizlar yana bir fikr ayting. Masalan, hozir ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari yaxshi biladi, o'zlarimizdan kelib chiqib, o'zimizning ahvolimizni, hozir shu vaziyatimizni har xil emojilar orqali tasvirlab bera olamiz. Tushuntira oldimmi? Masalan, har turli emojilar, smayliklar, lekin shuni masalan yozma turda yetkazib bera olmaymiz shu dialogdagi odam bilan. Shuni emojilar orqali yetkazib bera oladi. Yaxshi tomonlar. Sizlar bu emoji deganlar safdan qanchalik o'zi bir-biriga gaplashib ichine dardini, quvonchini aytib berishadi. Endi yozma nuqta. Yana bir nimasi, u yerda bizlarda kitob o'qish, nima degan gap, ijtimoiylashuv prosesida masalan odamlar bilan nima deymiz, muloqot qilishda bizlarga nima qiladi? Ozgina to'sqinlik qilyapti hozirgi paytda. Hali yana bir ma'lumotlarni İctimai tarmoqda dunyoning qaysi burchagida bo'lsa-da eng muhim bo'lgan voqealarni tez yetib kelishi, ya'ni televideniyadan oldindan boxabar bo'lishi imkoniyatlari Xabarlarni eshitamiz, tinglaymiz, lekin shu xabarlardan qanchadan qancha insonlar yurak kasalligi, depressiyaga tushmoqda. Masalan, avtohalokat va boshqasi buni hammasini ko'ramiz, bilamiz, shundan depressiyaga tushib salbiy tomonini aytib o'tirman men sizlarga. Biz masalan ko'p vaqt
avval ijtimoiy tarmoqlarda bilmaydi edik. Kimni pichoqlab olsa, kimnidir uni bilmaydi edik. Bu narsadan xabarimiz yo'q edi. Hayotimiz yaxshi edi baribir. Lekin hozir salbiy tomon shu. Bo'ldi, rahmat. Endi bu yoqqa o'zlanamiz. ijtimoiy tarmoqlarni takomillashganligini yaxshi tomoni maktab sistemalarida ta'lim tizimida ham yaxshi ko'rsatiladi. Unda masalan ota-onalar onlayn o'quvchilarni, farzandlarini baholarini ko'rib boradi, guruhlar ochiladi. Farzandlar sinflarda alohida guruhlar ochilib, ota-onalar bir vaqtning o'zida bir sinfning ota-onasi hamma narsadan xabardor bo'lib turadi. Qani, yana fikr ayting. O'sha fikrga nisbatan masalan o'zimni farzandim maktabda o'qiydi, kundalik konga baholarni qo'ygan taqdirda ham ikki bolamni ham sinf rahbari kundalik daftar tuttirdi. Chunki har bir ota-ona kundalik konga uchun kundalik konga bugungi kunda kira olmaydi. Shunda kundaligini ochib oldingizda kundaligini o'qitib, bugun necha baho olding deb ko'rish bizga osonroq ota-onalarga. Hali biz kundalik konga kiradigan darajada onalar 100% hammasi tayyor emas. Endi salbiysida qo'shib ketinglar shuni. Bo'ldi, aytaverin fikringiz. Ya bu yerda fikr almashdi endi. Ijobiy va Elektron kitoblardan foydalanamiz. Bunlar xona yurmasdan, yumishda o'tirib, bemalol internetga kirib, vaqtimizni tejaladi. Keyin masalan ijtimoiy tarmoqlarda ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar bor, nimalar bor. Shu yerda masalan fikr almashishga, masalan o'zining izoh qoldirishga, masalan shu nimasi borda. Endi baribir virtual hayot degan narsada masalan virtual hayotda bizlar masalan 20 ming, 30 ming do'stimiz bo'lishi mumkin-da, lekin hayotga kelgan paytda masalan yaxshi kunimiz bor, yomon kunimiz borda, shu paytda masalan do'st kerak paytda 20 ming do'stingiz sizga kelib hech kim yordam bermaydi. Bu yerda faqat nima deymiz, endi ijtimoiy tarmoqning yaxshi tarafi ham, yomon tarafi ham bor. Endi yaxshi tarafini aytadigan bo'lsak, masalan bizlarga hozirgi paytda ijtimoiylashuv prosesida yaxshi yordam beradigan, masalan, ibratli videolar, boshqa bir nimalarni ko'rsak, ijtimoiylashishga, fikrlashga, mulohaza qilishga yordam beradi. Lekin hamma narsaning oq-qorasi bo'lganda ijtimoiy tarmoqning ham keri ta'siri bo'lishi mumkin. U yerda masalan nima deymiz, hozir ijtimoiy normalarga to'g'ri kelmaydigan narsalarni tarqatilishi, uning bizlarning ijtimoiylashishimizga salbiy ta'sir qilishiga hozirgi paytda lekin salbiy nimasi ijtimoiylashuv prosesida ko'payib boryapti. Protsentida, masalan, ijtimoiy tarmoqda bo'ladigan bo'lsak, oldin ijtimoiy tarmoqdan bizlar normada foydalanadigan bo'lsak, normada masalan shu ijtimoiy masalan omillar shu temada normada foydalanadigan bo'lsak, bu yog'ini bilmas edik. Bu yoq qorong'i. Icebergning pastki tarafi edi. Endi icebergning pastki tarafi asta ko'rinyapti. Hozirgi paytda texnologiyalarning rivojlanishining o'zi bu yoqdan fikrlar aytdi. Odamlarda muomalaning o'zining kamayishi bizlarga fikrlashimizga ta'sir qilyapti. Boyaga aytdi, emojilarga foydalansak bo'ladi. Masalan, imkoniyat cheklangan odamlardan ularga foydasi bor. Masalan, ijtimoiy tarmoqdan nimalarni ko'rsatib berish mumkin. Lekin salbiy tarafi shu bitta emoji yuborib bizlar masalan butun bir nima deymiz, masalan bir oldinlari birov tug'ilgani bilan yaxshi nimada tabriklar edik-ku. Hozirgi paytda bir ikkita smaylik yuboramiz, bo'ldi, shu tug'ilgan kuning bilan tabriklaymiz degan nimani bildiradi. Bu ham o'sha ijtimoiylashuvda masalan biron bir joyga borganda odamlar bilan til topishib gaplashishida yoshlarga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Endi yana shunaqa nimamizni yana davom etamiz. Endi yoshlar orasida milliy madaniyatimizda urf-odatlarimizni hamma narsalarni nima deymiz, saqlash kamayib boryapti. Hozirgi paytda. Endi shu vaziyatni o'rganib, ijtimoiylashuv omillari va vositalar yordamida muammoni hal qilishda qanday taklif berasiz masalan? Milliyligimizni saqlagan holda globallashuv davrida milliy madaniyatimizni saqlagan holda globallashuv davrida shu yoshlarni hamma zamonaviy texnologiya bilan boshqa nimalar bor, shularni yaxshi bilimlarni qabul qilishga qanday takliflaringiz bor? Masalan,
milliyligimizni saqlash uchun adres nimalar bor, qadimiy kiyimlar. Shularni zamonaviy kiyimlarga kiritsak ham bo'ladi. Undan keyin telefon obslushkalariga ham ana shu narsalarni kiritsak bo'ladi. Endi u milliy urf-odatlardan bu yerda endi kiyim nimasi? Kiyimni nazarda tutyapman-da. Boshqa bayramlarimizdan masalan zamonaviy qilib o'tkazsak bo'ladi. Navro'zlarni ham masalan. Ularga ham zamonaviy nimalarni kiritsak orasiga. Ya'ni qanday fikrlar? Fikrlarimiz bor. Milliy madaniyatimizni saqlab qolgan holda shu ijtimoiylashuv omillari, masalan, ijtimoiylashuv omillarini ko'rsatib turibdi, foydalangan holda, masalan, oilaning o'zida, oila shaxsning ijtimoiy muhim rol o'ynaydi. Endi milliy madaniyatni saqlashda oila muhitining qanday roli bor? Avvalambor ota-onaga bog'liq oilada o'sha eski urf-odatlarni farzandlariga yetkazib, farzandlarga hozirgi zamon talabiga bilan yetkazish kerak. Yetkazib bu nimadan zamondan zamonga ota-onasidan ota-onasiga o'tib keladi. Endi milliy madaniyat deganda faqatgina shu milliy kiyimlarni kiyish, nima qilish emasda, masalan, milliy madaniyatimizga milliy madaniyatimizga salomlashish. Shu ota-ona aytish kerak, o'zingdan yoshi kattani ko'rganda salom bergan desa, o'sha ham bu odat hisoblanadigan odatimiz hisoblanadi. Endi yana bir muammo borda, hozir hamma jamoat transportiga minasa, jamoat transportiga minganda masalan, bu jamoat transportimiz telefon shing'illaydi, bu bir odamning. Shu bor ovozi bilan nima qiladi? Sizning g'aringizda o'zining bir nimasini, nima deymiz, bu oilaviymi yoki ishdagi muammosini hal qilib o'tiradi, ya. Masalan, u siz endi hozir ko'rdingiz viloyatdan nimadanizda, taksiga mingan paytda viloyatdan endi birlar gaplashib qoladi, masalan, siz endi 6 soat to'xtamaydi, endi 3 soatda to'xtashi mumkin. Shu payt siz o'zining muammosini hal qilib qoladi. Ular ijtimoiylashuv prosesida shu nima deymiz, oiladagi muhitdan kelib chiqib, uning tarbiyasida ijtimoiylashuv prosesi tarbiyasi. Masalan, atrofidagi odamlardan tanbeh eshitganini nima qilganda, masalan, oilada shu aytilmadi. Masalan, ayrimlar dasturxon boshida ovqat yeb turib gapirib o'tiradi. Uning o'zi gapirish bo'lmaydi. Etiket degan narsa bo'ladi, shuning o'zi nima qiladi. Bundan keyin ta'lim prosesida bu yerda o'qituvchilarning nimasi, shu o'quvchilarga bergan ta'lim tarbiyasi ijtimoiylashuvda katta yordam beradi. Masalan, bir maktabdagi 22 predmetni o'qitilishi, masalan, shu kelajakda kasb tanlashga yordam berish. Masalan, u rasm, musiqa, masalan, ayrim o'quvchilar aytadi, rasm, musiqa nima qilamiz, hayotda kerak emas deydi. Lekin uning ham o'zining vazifasi bor-da. Har kim o'zining ertaga nimasini qiziqishiga qarab hayotda o'z yo'lini topadi. Undan keyin ommaviy axborot vositalari. Hozirgi paytda endi ommaviy axborot vositalarini bu yerda norma va qadriyatni shakllantirishga ta'sir qiladi. Hozirgi paytda ommaviy axborot vositalari katta rivojlanib ketdi. Oldinlar tek televizor va gazeta edi, ommaviy axborot vositalari. Shu nima qiladi? Bunda informatsiya nima qiladi? Masalan, bugungi bo'lgan xabarni bir haftadan keyin gazetada o'qirdi. Hozir masalan shu momentda bo'lgan narsani ijtimoiy tarmoqlarda shu ommaviy axborot vositalarining o'zining sahifalari nimalardan shu sekundning o'zida berilyapti. Buning ham o'zi ta'sir qiladi. Endi hozirgi paytda endi gazeta hamma o'qimaydi, lekin o'qiydigan gazetalar ham bor, ayrim bir gazetalar. Jurnallar bor ya. Shularning o'zidan bizlarning ijtimoiylashuv prosesimizga katta ta'sir qiladi. Bundan keyin jamiyat degan hozir ham shu guruhning o'zi bitta jamiyat. Masalan, hozir 1-kursda keldingiz, ertaga 5-kursgacha sizlar ijtimoiylashuv prosesida har biriniz bir-biringizga ta'sir qilasiz. Masalan, yoshi kattalar bor, yoshi kichiklar bor ya. Masalan, yoshi kichiklar yoshi kattalardan bir narsani o'rganadi. Yoshi kattalar ham kichiklardan biron bir narsa o'rganadi ijtimoiylashuv prosesida. Bu yerda ommaviy vositalarni foydalangan holda. Masalan, shuning o'zida bor. Masalan, yoshi kattalar. Masalan, ularning vaqtida masalan telefon, kompyuter bo'lmagan masalan. Bo'lganda, biroq keng muammolarda bo'lmaganda, hozir masalan yosh kattalar, yosh kichiklarning nimani telefondan masalan slayd bormi yo biron bir tekst yozishni o'rganasiz. So'rab o'rganasiz. Endi yosh kattalardan yosh kichiklar nimani o'rganadi? Masalan, biron bir muammoga, hayotiy muammoga kelib qoldi, hozir masalan yoshi 20 yoshda bo'lsa,
orangizda 40 yoshlar bor ya. Endi sizdan maslahat so'raydi-da. Maslahat so'raysiz, ham o'zingizning akangizdan, ukangizdan nimadan so'ralmagan narsa, men guruhda bir kursdoshim deb siz muammongizni aytasiz, u ham sizning nima qiladi? Sizga yordam beradi. Uning boshidan o'tgan narsa bo'lgandan keyin nima qiladi u? Sizga yordam beradi. Yordam bergandan sizga yaxshilab yordam beradi-da. Maslahatni to'laqonli beradi-da. Bilmayman nimangiz shu nimaga bog'liq bo'ladi. Hayotiy tajriba. Hayotiy tajribaga. Tak, keyingi nimaga o'tadigan bo'lsak, endi ijtimoiylashuv omillari va vositalari mavzusida infografika yoki plakat tayyorlaymiz-da. Endi siz bu yerda ijtimoiylashuv omillari deganda oila, maktab, jamiyatni, undan keyin vositalar deganda internet, madaniyat va ommaviy axborot vositalari aks ettirishingiz kerak. Birinchi omillarga oila, maktab, jamiyat. Ijtimoiylashuvda qanday yordam beradi? Omillar. Keyin vositalar qanaqa yordam beradi? Rasmini chizishingiz kerakmi? Xohlaganingiz. Endi siz bu yerda siz hozir guruhingiz bilan bitta odam chiqib shuni tushuntirib berasiz-da. Ijtimoiylashuvda. Grafika ishlasangiz bo'ladi, masalan, ayda. O katta sup-suluq bo'lsa-da, siz misol shaxsni chizib, qanday hayotda qanday nimalarga uchraydi shuni ko'rsatib berishingiz mumkin. Oila, maktab, jamiyat nimasida. So'z bilan yozishingiz ham mumkin. Aha. Chizsangiz ham bo'ladi. Qalam bilan chizamiz. Tak, omillarga oila, maktab, jamiyat kiradi, vositalarga internet, madaniyat, umuman ommaviy axborot vositalarini keltiradi. Misol daran qalingiz bormi? Yaxshi o'rnatamiz. Chizamiz, misol. Mana shaxs deb keltiramiz-da. Shaxs, to'g'ri, kichkina bola, masalan endi bu o'siyat keltiramiz. Nega oila deymiz misol? Oilada ijtimoiylashuvda nima yordam beradi? Misol, so'ng yozing bu yerda misol. Neni o'rganadi oilada? Birinchi tarbiya oladi, birov nima qiladi. Undan keyin yana yuboramizmi? Sen ne dedim? Maktab, maktab. Maktabga oldin, o'zi maktabgacha ta'lim muassasasi. MTT. Ustida ne oladi? Maktabda ne oladi? Undan kollej, litsey, universitet, shuni hammasiga beraveramiz. Keyin nima bo'ladi? Keyin ne dedim? Jamiyat. Jamiyatda nima bo'ladi? Ishda, nimada hammasini juda aylantirib keltirish bo'ladi. Bunaqa endi o'zingizni fantaziyangizdan kelib chiqadi-da. Shunga misollar keltiring-da uni. Fikr bildirishda hech nima qilmangda, o'zingizning fikringiz bu yerda muhofaza bo'ladi. Atlasda 80 bo'ladi. Yaqinda plakatning ikkinchisi bor edi. Steven. Yana ijod qilaman deganlar o'zgarishdi. Qurib bitta nimaga deyman, yana biroz o'zimiz hech niyat qilmayman. Guruhlar жаңа savolga javob beramiz. Keling. Guruhdan chiqib o'zingizning tushunchalaringizni aytib berasiz. Siz tushuntiravering, ana guruhga kelib. Sizlar chiqaysizlar. Keling. Biroz ko'rsatib turing yoki yaxshi o'zimga yordamlashaman bo'ldi. Bu yerda oilamiz, maktab,
Undan keyin jamiyat hammasi birgalashib ijtimoiylashuvni keltirib chiqaradi. Sport maydonchalaridan tuzamiz. Bu yerda ijtimoiy omillar va vositalar berilgan mavzumuz. Ijtimoiy omillarga oila, qarindosh urug'lar bilan muloqot, ota-ona, bobo, buvi, aka-ukalar bilan o'zaro muloqot, bu ijtimoiylashuvning kichik bir bo'lagi hisoblanadi. Undan keyin mahalla, yoshlar bilan sport o'yinlari, har xil tadbirlar uyushtirib, ular bilan bo'lgan muloqot hisoblanadi ijtimoiylashuvda. Yana oilalar keyin oila bilan mahallaning birgalashuv muloqoti ham ijtimoiylashuvning omiliga kiradi. Undan keyin o'qituvchi, o'quvchilar bilan muloqot, bu yerda maktabdagi pedagog psixologlar bilan o'quvchilar o'rtasida ijtimoiylashuv kelib chiqadi. Vositalarga telefon, televizor, kompyuter, kitoblarda masofalar masalan, vositalar, gazeta, jurnal, har xil videoroliklar bor, video kontentlar bor, hammasi ijtimoiylashuv masiga vositasiga kiradi. Rahmat. Teşekkür ederim. İkinci gruptan fikir dinleyiciler. Keyin burada ijtimoiylashuvda biz shaxsni oladigan bo'lsak, u eng birinchi oilada tug'ilib, oilada eng birinchi tarbiya oladi, madaniyatni o'rganadi, kattalarga hurmatda bo'lishni o'rganadi va muomala, madaniyat va qadriyatlar ketma-ketligini o'rganadi maktab, oilada. Undan keyin shaxs o'sib maktabgacha ta'lim tashkilotiga boradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tartib intizomga o'rganadi. U ketma-ketlik rejimga o'rganadi. Ketma-ket olib boriladigan, bosqichma-bosqich olib boriladigan rejimga o'rganadi. Bunda ovqatlanish rejimi, uxlashi hammasi o'z ichiga oladi, kun tartibiga kiradi. Keyin odob axloqqa o'rganadi. Undan keyin u do'st orttirish, ya'ni jamoaga qo'shilish, jamoaga aralashish, jamoaga moslashish, adaptatsiya, ijtimoiylashuv, shu adaptatsiyalarni o'rganadi. Endi bu yerda bizlardan so'ralgan vosita deb ham so'ralgan. Oilada unday vositalar berilmaydi. Masalan, oilada bo'lishi mumkin, o'zidan katta tug'ishgan opa-akalaridan ko'p ma'lumotlarni o'rganishi, hayotiy nimalarni o'rganishi mumkin, lekin bu maktabgacha ta'lim tashkilotida vosita bo'lib, eng birinchi tarbiyachilarning qo'lidagi uslubiy reja, qo'llanmalar vosita bo'lib hisoblanadi. Unda bilimlarni kengaytiradi. Keyin u bola 7 yoshga to'lganda maktabga qadam qo'yadi. Maktabda eng birinchi o'rinda ta'lim olinadi. Keyin u bola ijtimoiylashuv jarayonida qatnashadi, kasbga yo'naltiriladi, urf-odatlarni qayta kengroq ma'noda o'rganadi. Keyin u tadbirlarda, har xil tadbirlarda qatnashib, o'zining ochilmagan qirralarini ochilishida ham maktab eng asosiy rol o'ynaydi. Bunda bizda vosita bo'lib, yana o'sha uslubiy o'quv reja, qo'llanma vosita bo'lib hisoblanadi. Bu yerda ham maktab ta'limida endi darslik ham qo'shiladi. U maktabgacha ta'lim tashkilotida yo'q edi. Faqat tarbiyachilar qo'lidagi o'quv uslubiy qo'llanma bor edi. Endi bu yerda darslik ham qo'shiladi. Undan keyin bola shaxs bo'lib shakllangandan keyin maktabni tugatib, u endi jamiyatga aralashadi. Jamiyat deganimizda bu masalan kasb-hunar kollejlari bo'lishi mumkin, institutlar, ya'ni oliy o'quv yurtlari bo'lishi mumkin. Bunda bola har qanday jamiyatga moslashuv adaptatsiyasini o'rganadi va undan keyin oila barpo qiladi, ya'ni o'z oilasini quradi. U bu davrda kasb, qandaydir bir kasb yoki hunarni egallab, uning ma'lum ma'noda mutaxassisi bo'ladi bu yoshda. Keyin u ham o'zi kasb hunar o'rganadi, ham shu bilan bir qatorda o'rgatadi ham kasb hunarni. Undan keyin bu yerda katta ijtimoiylashuv jarayoni yuz bergan bo'ladi bu davrda. Undan keyin internet va boshqa vositalardan qo'shimcha qilib aytishimiz mumkin. Sizlarning fikrini umumiylashtiradigan bo'lsak, endi omillarni aytgan. Omillarda bu yerda endi maktab, oila, jamiyat shu. Endi vositalarga keladigan bo'lsak, bu yerda internet deyapmiz, madaniyat, ommaviy axborot vositalar, boyada Seman nima qilganda aytdik. Endi bu yerda umumiy misol keltirilganda internet, madaniyatni
Endi hozirgi paytda vositalarda ta'siri bizlarning masalan ijtimoiylashuda shu vositalarning ta'siri katta rol o'ynayapti-da. Ijtimoiy tarmoqlarda masalan biron bir narsa chiqarib qo'yadi, masalan hozirgi paytda yoshlar trend deydi, nima deydi-da? Trend deydi, nima deydi, shu madaniyatimizga ta'sir qilyapti-da. Masalan hozirgi paytda masalan o'zimizdan tilning soflik nimasini, tozaligini saqlab olmaymiz-da. Masalan bizlar inglizcha, ruscha yoki boshqa bir tillarni qo'shib nima qilamiz. Ular bizlarni ijtimoiylashuv prosesida yoki madaniyatimizni, milliyligimizni saqlashda bizlarga nima qiladi, to'siq bo'ladi. Masalan, hozir biz gapiramiz, masalan, "Короче, men bugun o'qishdan qolaman" deb, masalan, qisqasi desa-da bo'ladi, masalan, "Короче". Endi terminlar bor, masalan, kompyuter degan, masalan, kompyuter degan termin bor. Bu ingliz tilidan kirib kelgan bu terminlar masalan переводlanmaydi, bu tarjima qilinmaydi. Lekin asl misol o'zimizning nimamizda so'zim tilimizda bor so'zlarni foydalanmasak ham bu bizlarda ijtimoiylashuv prosesida shu nima tilimizga kirib ketadi va qolib ketadi-da shu qo'yilmada. Xo'p, endi bugun yana shu mavzuga oid talabalardan nimalar crossword, boshqa nimalar ishlab kelgan ekan, shu nimaga o'tamiz? Hali crossword savollarni o'qib, birgalikda topamiz. Hozirgina bu nima deymiz? Dam olish ham bo'ladi-da, hozir kemaga kirdik, nima qildik, endi bu umumiy nima bilan? Aha. Kel. Diqqat bilan tinglaymiz. Pedagogika bilan o'zbek bog'liq fan. Harflar sonini aytib o'tingda. So'zlar turibdi endi uni meni ayollar. O'qiyver. Zamonaviy turk kanun biri. Metodlar. Metodlar. Hitrika. To'rtkami? Kreativ. Kreativ. Eldorga bildi u. To'rtkamida o. O'rgatuvchi ma'nosini bildiradigan fan tarmog'i. Adashmang. Tahlil analiz. Tahlil qo'shdi u. Bahola bo'lyapti. Vrachlar ham diagnoz qo'yadi-ku. Diagnoz. To'rtinchisi. Pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri Tarbiya. Ta'lim. Ikki nimani bor. Keyingisi. pedagogikaning nazariy vazifalari pedagogikaning nazariy vazifalarining biri Hala ko'rib berdi. Endi diagnostika bo'lgan. Diagnostika desa bo'ladi. o'zaro harakat qilmoq pedagogikada nima deb aytiladi? Birov yozish kerak. So'zlar shu. Pedagogika bilan bog'liq fanlarning bir turi. Qayerdan beri savol? Pedagogika bilan bog'liq fanlarning bir turi. Tabiiy fanlar bilan bog'liq, shuning bir turi gigiyena. Yuz muskillari orqali o'zgaradi. Büyük bir
Oğuz çıkmazsa cevap veriyoruz. Karek. O'qish bilgim savol. Bajarishning avtomatlashtirilgan shakli. Bajarilishi shart bo'lgan shakl. Bajarishning avtomatlashtirilgan shakli. Bundan topilganmi? Yuzida ser o'tirib qaytib. Shuni aytsam bo'lib qoladi. Bajarishning avtomatlashtirilgan shakli. Dastur. Malakami? Yaxshi tuz. Rahmat. Rahmat sizga. Endi yana bir talabamiz maqbul kelgan vazifalarni olib kelib bajarish. İki grupga şey olib beraman. 2 daqiqa var. Javoblar sizga. Shangol shu yerda so'zlar nima qilganda yashiringan shuni topishingiz kerak. Pangoy. O pedagogika sohasiga. Bugungi Ya, bugungi bor. Pastiga javoblaringizni yozib ketingizlar. Javoblar deb qiynalmay yozib. Topganchalar. Nomlarim yozilgan. Ismlarim bor. Yutgan zamondagi mukofotim bor. Rag'bat jarimalari. Jarima bor. Bittagina o'zim yozib ketmasligiga yordam bersin. Jamoamiz bilan kelishgan. Vaqti gapdi. Bir, ikki, uch. Vaqt bo'ldi. Birinchi krok, ikkinchi krok. Javoblar tinglaymiz. Javoblar tekshirguncha sizlarga ikkitadan savol beraman. Shuni guruhingiz bilan o'ylab javob Javob berdingizmi? Bo'l, siz nimalarni ayting? Birinchi guruhda 7 tasini to'g'ri topgansizlar, ikkinchi guruhda 8 ta to'g'ri topilgan, aslida esa 10 tasi bor. Ikkinchi guruhda 1 raqam. Biz ikkinchi emasmi? Savollarga javob berib Endi qoldingizmi? savollarga javob beramiz. Savollarga javob berib qoling. Rag'bat olganlarga albatta sovg'a bor, oxirida beraman. birinchi savol ijtimoiylashuv so'zi qanday ma'noni anglatadi? Ijtimoiylashuv so'zi bolaning jamiyatga kirish jarayoni, uning ijtimoiy tajribalarini egallashi ijtimoiylashuv deyiladi. Rahmat oldim. Ikkinchi savol beraman. Ijtimoiylashuv tayanch tushunchalari qaysilar? Jamiyat, oila, ommaviy axborot vositalari, ta'lim, maktab, mahalla.
Xo'p, sizlarga ikkinchi tur. Aytingizlar. Savolga javob beramiz. Birinchi savol ijtimoiy omillarga qaysilar kiradi? Ijtimoiy omillarga oila, maktab, jamiyat, mahalla. Ikkinchi savol nechinchi asrda ijtimoiylashuv inson rivojlanishining uning butun umri mobaynida o'rganuvchi sohaga aylandi? 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida. Kunda nechta? Endi yana rag'bat bu yerda jarimalar bor. Har bir guruh 3 tadan oladi, bir odamimiz qoladi. Oling bo'lsa. Jarima ekan nimaga? İlk qog'oz yopishtirganman. Chunki orqasida yozilganini bilib qolmaysizlar. Yana bir qog'oz Bunda sizlarda nechta rag'bat? Pasta, rahmatga nima qiladi? Ro'yxatga 3 ta. So'rashgan bilan rahmatlar yozib Xudolarmizga ham rahmat aytamiz. Endi bu oxirgi nimasi bu refleksiya bo'ladi-da, hamma darsda refleksiya degan bo'ladi. Bu natijalarni nima qilish va shu endi bu yerda u nima deymiz, kayfiyatni nimani ko'tarishga yordam beradi. darsga qiziqadi. Darsga qiziqtirishga. Hammalarga beraman. 3ga baribir 5-chi guruh ketdi. Hurmatli talabalar, bugungi dars uchun hammangizga rahmat. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat.